allergiyadan juda ko'p insonlar aziyat chekishadi. Umuman uni butunlay davolash mumkin? Juda to'g'ri savol. Bu judayam hammadan har kun tushayotgan savol, yana trend savol ham deyman, juda ko'p tarqalgan. Allergiyadan biz diagnoz qo'yib qo'ydik allergiya degan. Allergiyani davolash uchun har xil usullarni qo'llab ko'ryapmiz. Bugun mutaxassis sifatida allergiyaga boshqacha qarayman. Allergiya bu tananing ifloslanishi. Bizni tanamizdagi o'sha jigar, ichak, buyrak, teri, o'pkadagi filtrlarimizni yaxshi ishlamasligi. Biz uni esa oddiy dorilar bilan davolashga harakat qilamiz. Men bugun boshqacha usulni qo'llayman. Tanani tozalab, organizmni detoks tozalab, bir umr allergiyadan xalos bo'lish mumkin. Bunda nafaqat allergiyadan xalos bo'lasiz, tanangizda yondosh kasalliklardan ham chiqib ketishingiz mumkin. Shuning uchun allergiyani so'zi ham o'zi bilinib turibdi. Allergiya yot narsaga javob berishi. Demak, tanamizdagi yot narsani chiqarib tashlashimiz, bular parazitlar, zamburug'lar, og'ir metallar bo'lishi allergiyadan qutulish deyiladi. Agar allergiyadan azob chekayotgan bo'lsangiz, bemalol kommentariyada allergiya so'zini qoldirib, men bilan bog'lanishingiz mumkin.